Assalomu alaykum aka. Sholaysiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ko'radigan kun bor ekan. Assalomu Alloh razı alaykum olsun. obunachilar. Gaping. Islom aka, xush kelibsiz aka. Anchadan beri sizni kutuvdik aka. Xuddi shunaqa, bu o'sha yangilangan S09 ni 2 litrli versiyasi. Hozir funksiyalar qo'shilgan bo'lsa, narxi ham qo'shilganmi? Yo'q, narx o'sha qolgan. Nasiya savdoga keladigan bo'lsak, 1 yildan 3 yilgacha nasiya savdo bor ekan. Yanini hech qanaqa foiz va penalarsiz 4.700 mingda stabilni ketaveradi. Ikkita viloyatga bitta pasportga shunaqa. eng kami bilan 25% bilan chiqarib beriladi. Mashhur bo'ldi-yu, Tikoda rasotini qilgan mashina bormi? Xuddi mana shu mashina 4,5 litr benzin. Futbol ishqibozi bo'lsa, kommentariyada o'sha plus belgisini qoldiringlar yoki qaysi komandaga balet qilayotganlarini yozib qoldiringlar. Bittini premium pozitsiyasi deyiladi. Buni 1.6 litr dvigatel bo'ladi kapot ostida. Farg'ona bo'yicha eng katta servis o'zimizda aka. Assalomu alaykum do'stlar. Shom bo'lishiga qaramasdan biz ishdamiz. Suis Farg'onaga kelganmiz. Batafsil video ko'rsatishga harakat qilamiz. Asosiysi foizsiz nasiya savdoga 3 yilga, 4 yilga, 5 yilga, 10 yilga degan akalarimiz bo'lsa kerak menimcha. Nasiya savdoni podrobniy informatsiyasini beramiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelisak qilib bersizlar do'stlar. Asosiysi bir 4,5 million yo 4 million 700 ming atrofida menimcha oylik to'lovlar chiqadi. Hali ichkari kiramiz, qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Videomizni boshladik. Marki ishqibozlarga do'stlar, Suis Farg'onaga kelganmiz. Birin-ketin ma'lumot beramiz. Video yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelisak qilib bersizlar do'stlar. Nasiya savdoga qiziqqan obunachilarimiz uchun ichkari kiramiz, qo'shimcha ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum aka. Sholaysiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ko'radigan kun bor ekan. Assalomu Alloh razı alaykum olsun. obunachilar. Gaping. Islom aka, xush kelibsiz aka. Anchadan beri sizni kutuvdik aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Mana obunachilarga Realme nasiya savdoga qiziqqanlar juda ko'p. Shu haqida gaplashsak-da, batafsil narx-navosi bo'yicha gaplashsak. Nima deysiz aka? Bo'ldi Islom aka. Sizga bo'lsa obunachilarimizga aka S09 ni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu menimcha bu yangilanadi degan gap yuradi. Shu Xuddi bo'yicha shunaqa aka, xuddi shunaqa. Bu o'sha yangilangan S09 ni 2 litrli versiyasi, 2 litr turbina bo'ladi aka. faqat motorda farq bormi yoki boshqa joylarda hammi? Yo'q, Islom aka, bunda o'zgarishlar juda ko'p bo'lgan. Bundan oldingi modelida mana hozir avtomobilni ochib ko'rsataman aka. Abduf abagrev yo'q edi. Bularda Abduf abagrevi bor. I panorama tom, sun'iy intellekt qo'shilgan bu mashinaga aka. Faqat hozir shopirni o'ziga bormi yoki shopirni yonida ham bormi? Shopirni yonidagi insonlarga, misol Abduf abagrev oldida o'tiradiganlarga, orqada o'tiradiganlarga abagrev bilan klimat kontrol bor aka. Lekin bundan oldingi pozitsiya xuddi shunaqa narx kelgan edi. Unda hozir aytib o'tgan funksiyalarimni birontasi yo'q edi aka. Aka bitta narsa-da, hozir funksiyalar qo'shilgan bo'lsa, narxi ham qo'shilganmi? Yo'q, narx o'sha qolgan. Narxi o'sha o'zgarmagan, lekin svetini qaranglar. Neobeshni svetda turibdi. Nima dilang do'stlar? Независимый подвеска avtomashinamiz Macpherson bo'ladi. Podveskalarimiz slipoy zona 360 kamera avtomashinada, Michelin ballonlarda yetmaganiga bunga metan emas, propan qo'yish imkoniyati bor. Muammosi yo'q. Xo'p, bu avtomashinamizda gapga ham yuradimi? Aka, gapga yurmaydi-yu, 92 benzinga yuradi bu. Hozirgi mashinalarda ko'pi 95 qo'yiladigan bo'lsa, bunda 92 da ham yuradi aka. I propanda ham yuradi bu. Voh, gap yo'q. Xo'p, endi bu mashinalarga nasiya savdoga keladigan bo'lsak, 1 yildan 3 yilgacha nasiya savdo bor ekan. Bor aka. Oyligi premyerni qanchadan tushadi? Shart-sharoit qanaqa? 3 yilgacha qilib beramiz aka. 4 million 700 ming so'm atrofida bo'ladi. 4 million 700 ming so'm atrofida tushadi. Boshlang'ich qancha to'laymiz taxminan? Boshlang'ichga avtomobilda o'sha 60% ni berishsalar, qolganini hech qanaqa foiz va penalarsiz 4 million 700 mingda stabilni ketaveradi. Shunda 1 yilga oladigan bo'lsak, 18 ga oladigan bo'lsak, imkoniyati bor ekan-da значит. Kamroq to'lab. Bor. Misol agar 1 yilga oladigan, misol akalarimiz bor, keladi, mashina haqiqatan yoqadi, zo'r. Ko'pchilik endi kredit qilmayman deydi. Asosiy bizning mijozlarimiz naqd pul olib ketishadi. Bir xillarda yetmay qoladi kimdirda. O'shanda o'shanaqa insonlar uchun biz spesialniy o'sha o'zini narxiga hech qanaqa foiz va penalarsiz biz nasiya savdo qilib beryapmiz. O'zini pulini bo'lib to'lashga
mana shu mashinani 30% dan boshlab 60% gacha. 50% dan boshlab turib Ha. 3 yilgacha ketaveradi. Ha, uzr-uzrda to'g'ri tushunasizlar do'stlar. Men ham hali xodimni bekordan bekor billalarcha video olmaymiz. Sababi shunaqa adashgan joylarim bo'lgan bo'lsa, jaydar qilib billalarni tushuntirish maqsadida oddiy va sodda qilib tushuntirish kerak. Oddiy qilib tushuntirsa, kimni qo'lida mana 20 ming dollar puli bo'lib, o'ylantirayotgan bo'lsa, qanaqa mashina olay ekan deb bizni salonimizga kelsa aka, mana shu mashinani qilib beramiz. S09 da fulli bu premier pozitsiyasi deyiladi. Premier. Qolgan summasini, ostatkasini hech qanaqa foiz va penallarsiz 3 yilda bo'lib beraveradi aka. Endi aka, yo'q, men 5 yilga olmoqchiman. Boshlang'ichim kam desa, eng kami bilan necha foiz bilan optimal variantga? Har doim mijoz taraf bo'lamiz. Mijoz tomonga ko'p yuramiz, chunki bizga mijoz muhim. Unaqa insonlar uchun 12 ta viloyatga o'sha bitta pasportni evaziga chiqarib beramiz. Boshlang'ich 25% bilan. Uyida qilinmasdan 12 ta viloyatga bitta pasportga eng kami bilan 25% bilan chiqarib beriladi. Tushunarli. Endi bu mashinadan tashqari bu hozir door restyling bo'ldimi? Shunda bu restyling varianti. Bu restylingi bunda oldingi door restyilingida panorama tom yo'q edi. Bunisida bor. Tushunarli. Xo'p, buni narxini aytdik, tanishtirdik. Endi bunisini ma'lumotini bersak. Bunimiz aka S09 da DM pozitsiya deyiladi. Bu gibrid bo'ladi aka. Gibrid. Xuddi shu. 1200 km yuraganimi? 1200 yuradi. Ha, 1200 1100 benzinda 100 km o'zini akkumulyatori bor, zapas qo'ydi. Mashhur bo'ldi-yu, Tokioda rasxotini qilgan mashina bormi? Xuddi mana shu mashina 4,5 litr benzin rasxoti. Oho, gap yo'q. Qaranglar, bu ham ko'rinish pashti bir xil. Kalitsiz kirish, slipoy zona 360, ichilarini qaranglar. Kosmetik karabl bo'lyapti mashina. Xullas, bu mashinani maqtamoqchi emasman-u, lekin mashina o'ziga yarasha qulayliklari bor. Kelib ko'rib yormasangiz bo'lmaydi bu mashinani. To'g'risi, o'zingiz qo'lingiz bilan his qilib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, monoqoshda bunda ham независимый podveskalarimiz bor, orqada sensorli datchiklarimiz bor. Xo'p, Islomjon aka, bunda keyin yana bitta zo'r xususiyati bor. Hozir qish kelyapti, bilsangiz mana ko'p xonadonlarda svet o'chish muammosi bo'ladi. Bu avtomobilimizda 220 quvvatda avtomobilni o'zidan olsangiz bo'ladi. Mana Voy. Gap yo'q. Bu yerdan xullas uy sharoitida tekinga yurish imkoniyati bor. Xuddi shunaqa. Misol, svet o'chadigan regionlar ko'pda bizda O'zbekistonda. Mashinadan olsak ham bo'ladi, mashinaga berishing ham bo'ladi. Mana futbol ishqibozlari bor. Oramizda bular bor. Kim futbol ishqibozi bo'lsa, kommentariyada o'sha plus belgisini qoldiringlar yoki qaysi komandaga balet qilayotganlarini yozib qoldiringlar. Bu mashinani olib turib, o'rtalari bilan birga hamma yig'ilib, birorta bir tog' bog'ga borib, o'sha yerda tabiat qo'ynida televizorlarni qo'yib, shashliklarni qilib, mana shu mashina 7 ta o'rtag'ingizni bemalol sig'dirasiz bu mashinaga aka. Rangi ham neobishniy ekan, qaranglar. Qanaqadir tonirovkalarni qilib, belik edition qilsangiz, mashina yana ham ochiladi, qop-qora qilib, bunaqa joylarini ayniqsa. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi qancha? 494 million. Agar misol uchun aytaylik, boringki, cho'ntagimizdan naqd pul bilan kelyapmiz. Eng kamida ya'ni chegirma bormi demoqchiman? Bor aka. Agar misol hozirgi mijozlarimiz kelib naqd pulga mana shu mashina qiziqib oladigan bo'lsa, yil yakunigacha bizda mana yangi yilda skidkasi, aksiyasi boshlangan. Xuddi shu mashinalarda aka 40 million skidkasiga berib yuboramiz. 40 million. O'zi tabiiy holatda oladigan bo'lsak, necha puldan boshlanib, necha pulgacha bo'ladi sizlarda? 494 million o'zi buni asli narxi, lekin mana yangi yilgacha naqd pulga kelib oladigan akalarimizga avtomobil narxini 455 million so'm qilib beramiz. Tushunarli. Endi S07 haqida ham gaplashsak-da, do'stlar qaranglar, bunisi ham boshqacha tema. Oqidan minaman desangiz, qorasidan minaman desangiz, o lobda tonirovkasi bilan neobishniy turibdi. Do'stlar, hammasi bir xilmi? Islom aka, bu oq mashinamiz aka S07 ni premium pozitsiyasi deyiladi. Buni 1.6 litr dvigatel bo'ladi kapot ostida. Bu komfort pozitsiyasi. Bunda bu eng rasxodi kam, ekonomичный mashina hozir Soyuz ichida shu bo'lyapti. Bu 100 kilometrga 7 litr rasxod qilyapti. Voy, shu haybati bilan, shu go'dasi bilan. Xuddi shunaqa. Buni og'irligi 2,2 tonna. Oho. Yetmaganiga hammasi 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. Xo'p, Islom aka, bu mashinamizga o'sha 1.5 motorliga aka o'zimizni
prostoy propanlar tushadi, ya'ni o'sha 10X ga trekkerga qo'yilayotgan Bu? arzon propan mana shunga ham tushadi. Hid xushi yo'g'idan-da. Yo'q, bu MTI motor bo'ladi bularniki. Prostoy muammo motor bo'lmaydi. Bular xudo xolasa hali MTI motorlar birortasi muammo ko'rsatgani yo'q. Bularda zapchasi, ehtiyot qismlari arzon. Aytmoqchi, zapchaslarda muammo bormi yoki yo'q? Zapchasdan muammo yo'q, aka. Xudo xolasa men smelo gapira olaman. Farg'ona bo'yicha eng katta servis o'zimizda, aka. Kirib men sizga servislarimizni ham ko'rsataman. Bundan hali servisni ochib qo'yganmiz. Mashinalar sotilgandan beri servisimizga hali bironta mashina kelgan. Qancha bo'ldi ochilganligiga? Taxminan. Taxminan 7-8 oy bo'lib qoldi. 7-8 oydan beri nima almashtirgani kelyapti? Yog' almashtirgani? Faqat yog' alishtirib beryapmiz xolos, aka. Voh, gap yo'q. Xo'p, endi bu mashinani narxiga keladigan bo'lsak, S07 premium pozitsiyada 403 million bo'lyapti bu. 403 million so'm, ha. Komfort pozitsiyasi 364 million so'm bo'lyapti. Hozir rosa mashina maqtadingiz. Narxi yengilroq ekan. Xo'p, aka, agar mana shu mashina yoqib turib naqd pulga olaman deydigan akalarimizga mana shu avtomobilga aka 338 million qilib beramiz. 338 million yana yaxshi maza qilsin ekanda. Xalq maza qilsin, yilning oxirigacha hamma o'ziga sovg'a olsin. Inshaalloh. Xo'p, endi navbatdagi sizchi? Xo'p, bu ham xuddi o'shanaqa S07 ni komfort pozitsiyasi, faqat bu saloni ajralib turadi qolganlariga nisbatan. Bunda bordovoy salon. Voh, ana BMW Mercedeslarda bo'lardi-ku svetlari. O'shanaqa svetdan do'stlar, mana bitta baho berasizlar. Suis avtomashinasi, simsiz quvvatlash avtomashinamizda. Xullas, mashina o'ziga yarasha komfort, sun'iy intellekt bu mashinalarda ham bor, aka. Gap yo'q. Aka, buni o'zi aslida bu mashinalarda tagi qayerda ishlab chiqariladi? Qayerdan asosi bo'lgan demoqchiman-da. Islom aka, o'zi aslida Soit brendi 95-yildan boshlab Xitoyda Yaponiyani Mitsubishi kompaniyasiga motor ishlab chiqarib beradigan zavod bo'lgan aka. 2024-yil oxirida Soit J-Tower'dan X70 bilan X90 ni konveyerini sotib olib, o'zini birinchi avtomobilini ishlab chiqargan. Bularni ishlab chiqarishida germaniyalik mutaxassislar bo'lgan. Nemislar bilan birga совместный qilib yig'ilgan mashinalar shu bo'ladi aka. Hozir nemislar bilan birgalikda Xitoylar ishlab chiqargan mashina. Xuddi shunaqa. Shunda hozir nemis qoni bor desak adashmagan bo'lamiz. Xuddi shunaqa aka. Chunki bunda podveska Mark Fersen bo'ladi, nemetskiy bo'ladi. Bundan tashqari mashinalarga zavod tomonidan aka 5 yil garantiya beryapti. 5 yil garantiya. Probekchi 150 ming kilometr. 150 ming. To'g'risi 2 yilda 100 ming zo'rg'a yuborardim. O'shanda ham qanaqa rosa bosib, u viloyatdan bu viloyatga yurganim hisobiga. Mendan ham ko'p yurganlar bor. Bunaqa mashinani oladigan akalarimiz, menimcha, bunaqa ko'p ham yurvormasa kerak. O'rtacha 1 yilda 30 ming yurar ekan, statistika bo'yicha bitta inson o'sha ishga, uyga, o'zini ishlarini, boshqa ishlarini qilib 5 yil xizmatingizni qiladi, xudo xolasa. Inshaalloh. Kimda kim qiziqsa, bemalol kelib, qo'shimcha ma'lumotlar olish imkoniyati bor. Asosiysi optimal variantga ham bor. Pul o'tkazish yo'llari ham bormi? Xohlashsa, перечисление qilib beramiz. Firmalar nomiga ham kreditlar chiqarib beramiz. Kriptovalyuta bo'lsa, kriptovalyutada ham qilib beraveramiz. Voy, manilarda. Gap yo'q. Asosiysi, soqqasi bo'lsa, Luboy xonasiga kelishaveramiz demoqchisizda. Xuddi shunaqa. Inshaalloh. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham katta rahmat. Charchamang. Obunachilarni kutib qolamiz. Yil yakunigacha ulgib qolinglar. Mashinalarning soni chegaralangan bizda. Hammalaringni Soit Farg'onada kutib qolamiz. Xizmatingizda men o'zim Muslimbek. Rahmat hammaga. Alloh rozi bo'lsin. Addushi vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.